Yili tabuldi jahanimin ichida paydo. Ey sho'xi parizod. Ha? Na. Saldi ani ishqi boshimga kulfatli savdo. Nima edi yog'i? Esimdan chiqib ketdi. Biram xursandman. Va nihoyat 40 yoshli qizimni erga beryapman. Rost gap ekanda, o'tir qizim, o'rning topasan degan rost ekanda, voy, to'ylar muborak. Ha? Yar jonim, voy, biram xudo bo'lib, shunday yaltiroq ro'mollarni o'rab, savlat to'kib to'yxonada yuraman, shunday qilib, voy, shukrlarga yetkazganiga shukr. Kuyovim tilla. Qizimni shunday sevadi. Hamma shunday qo'lida ko'tarib yuradi. Hali toqqa boradi, hali boqqa boradi, aylanay. Voy, kelayotganda menginam o'ylaydi. Nonni orasiga 2 shashlikni tiqib piyozlari bilan onajonimga olib boring derkan, kuyov jonim. Aylani ketdi. Hadi sidirsa, o'ynab o'yingni ko'rsin. Hadi, to'yda shunday o'ynaymi? Manda qilib o'ynaymi? Spa berib o'ynaymi? Dehbi. Bekaladi etsiz. 40 yil deganda qizimni yerga beraman deb o'tiramanmi? Ha deb o'ynayman. Charxpalak bu baylanaman, Voy, qizim keldi. Voy, qizim. Ana qizim. Sochini sariqqa bo'yadi, baxti ochildi. Baxting Nima bo'ldi? Nima qilding? Yersiz qoldim yana. Cho'kib ketdimi? Uylanib ketdi. Uylandi. To'yga borsam xotini bilan o'tiribdi. Asan dugonang to'yga ketdi. Dugonam tegib ketibdi, plos. Shuncha repetitsiya qilib raqsga tushganlarim qani? Nima bo'ldi? Sariq boshing chirisin seni. Nimaga senga uylanmay dugonangga uylanadi, Dugonam yigitimga qara deb ko'zini qisdi. Nimaga bunday bo'ladi? Men Atirgulni endi men umrbod asrayman. Asramay o'l. Atirgulni asraganingcha o'zingni tarbiyangni asraganing deydi. Davno yerga tegib ketgan bo'lardi. Shunday siqildim hammaga. Hammaga er bor, menga yo'q. Gunohim nima? Chiroyli bo'lganimmi? Menday go'zal Toshkentda bitta. O'chire ovozingni, o'chire. Non orasiga shashliklarni o'zim olib kelardim yonimdan pul sarflab. Yo'g'e. Yigitni obro'yi tushib ketmasin. 14-yanvarlarda ayiqlar sovg'a qilganman. 8-martda o'zim sovg'a qildim. Olib keling, men voy deb kutib olaman dedim. Qara, yemay yediribdi qiz bechara. O'sha bolaga kiymay kiydirib bergan non tuzimga rozi emasman. Aylanay. Nigohlarim o'yilsin. Voy bechara. Meni baxtimni ko'rolmagan dugonamga mashina qarayman. Ali shunday yerga tegaman. Qachon 45dami? O'lmasam tegaman. Umidim o'zganim yo'q. Sepimni ham 4 marta almashtirdik, moda chiqib ketyapti. Men seni to'yingda onalar operatsiyasida shunday savlat to'kib bormoqchi edim. Onalar onamday o'ynamoqchi edim-ku. Olmadi meni. 4-dan qolib ketdim. Menga uchraganlar baxt ochilib ketyapti. Qayeri yomon shu qizimni, nimasi yomon akana? 12 bo'lmasdan uyga kirmaydi bu qiz. Ko'chada mehnat qiladi. Mayli, seni bilmaganlar ko'r bo'ladi. Ko'r bo'lsin. O'g'li bo'lsin. Duo qilinglar qizimni. Meni paring. Ona qiling. Ho'kizda erkaklar uchrasin deng. Qanaqa qo'shgan bilan qo'sha yo'q-ku, qo'shgan yo'q-ku. Meni yaramni yangiladi. O'zim duo qilaman seni. Xudo. Bunday qilmang. Yaxshi joylardan kuyovlar nasib qilsin. Tezroqgina erli bo'lib, eri bilan jabishib ketsin. Amin. Shu yer yoqdi menga.
Bolam, sochingni o'z asliga bo'ya. Uzungina qilib jumalaklar taq, atlas ko'ylak, atlas lozim, do'ppilarda yur. Milliy bo'l, milliy qizlarimizga o'xsha, aylanib ketay. Sochimdan ko'p oshig'im. Baho bo'lmasa boshqasi. Shunday dahshat uchraydi hali. To'yda bari o'tirgandan turganlar o'ynaydi. Ketdik ana shashliga beraman. Yuring. Yuring. To'yni buzib kelamiz. Vaqtida baxti ochilsin.